Barselona o'ziga yangi защитник Joshko Gvardiolaga Manchester City o'yinchisini sotmoqchi va Manchester City ham sotishga qarshi emasligini o'sha hamma inside xabarlardan aytishyapti. Nimaga deb o'ylaysizlar? Ya'ni shu Abduqodir Husanov bu yerda asosiy tarkibga joyini mustahkamlab olgani uchun deb o'ylayman men. Va undan tashqari Joshko Gvardiola hozirgi paytda narxi o'rtacharoq narxda 50-60 million va yana 1 yil qoladigan bo'lsa, Abduqodirni soyasida qolib ketib, bu zaxirada dalishi qolib ketadigan bo'lsa, yana narxlari tushishi mumkin. Bizaga bo'lsa Abduqodir Husanovning transferi Barselonaga juda ham foydali bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman, chunki Joshko Gvardiola birinchidan o'zi Messi kuchuk olib borgani bilan eslaymiz, shu jahon chempionatida. Sifatli o'yinchi, yomon o'yinchi emas, lekin Abduqodir Husanov hozir narx masalasi bo'yicha ozgina arzonroq. Ikkinchidan agressivniy, uchinchidan tez, to'rtinchidan juda aqlli. Undan tashqari ham yana long bollari vobshe chotki va editlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, birinchi paslarni vobshe chotki beradi. Bizda Inigo Martinez degan o'yinchimiz bor edi, sentralniy защитник va o'sha birinchi paslarni va long bollarni vobshe chotki berardi. Real bilan o'yinda Yamalga bergan paslari, eslasanglar, juda ham sifatli o'yinchi edi. Prosta yoshi sal kattaroq bo'lgani hisobiga ketishga majbur bo'ldi. Abduqodir Husanov bo'lsa juda ham to'g'ri kelardi. Kubarsi bilan vobshe chotki tandem qilishligiga ishonaman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Barselonaga ko'proq to'g'ri kelgan bo'larmidi yoki Real Madridgami? Bu ikkita komanda o'zini pik, ya'ni shu klublar orasida eng pik urovenda turadi. Shuning uchun ham hamma futbolchilar o'zini pik formasida shu ikkita komandaga o'tishga harakat qiladi. Endi pik formada o'tish kerakligini sababi mana ko'ryapsizlar, Mbappe bilan Trent Alexander-Arnoldlar sal yoshi o'tqizib, sal prime formasidan chiqib, keyin kelishdi va chiqishib ketish qiyin, boshqa. Shuning uchun ham hozirgi paytda mana Abduqodir Husanov hali yana o'sishi ham mumkin. Hozirgi holatida ham ancha-muncha защитникlardan kuchli taraflari juda ham ko'p deb o'ylayman va Barselonaga juda ham mos tushardi.